qadrli yurtdoshlar, mana Xudo xolasa yana bitta ishimiz tayyor bo'lmoqda. Said aka jarayoni inshaalloh tayyorlayapmiz. Bu joyimiz, ya'ni firmamiz 10 ga 37 joyi tayyorlayapti. Samarqand viloyatidamiz. 2 katli bo'lib, Xudo xolasa mana ishimizni ko'ringlar. Standart 7 materialimiz tayyorlanmoqda. Tepa past taraf karobka, ichlari, stoka, zigizaglari yakkali holatda, Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib beryapmiz. Mana bu yerlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bo'yimiz 210 ga 10. Standart mana Xudo xolasa bu yerda joylab ketyapti. Bu yoqqa tayyorlab o'rnatyapmiz. 2-3 kunda Xudo xolasa o'rnatib, tayyor kuniga tayyor holatda qilamiz. Kimdagi shunaqa ish qildirmoqchi bo'lsa, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib konteyner profilidan inshaalloh qilib beramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Nomerimizni ekran tepasiga qo'yib qo'yamiz, Xudo xolasa. Mana to'qqan karobkalarimiz Said akamiz tayyor holatda inshaalloh gazini bossak bo'ldi, Xudo xolasa.